sog' bo'lsinlar. Men bu kishining ovoziga hayron qolardim. O'sha yosh bolaligimda Ma'murjon Uzoqov ashulasini aytardi. Toshkentga kelganimda 65-yil edi. 1965-yil edi. Filarmoniyaga studiya ochib kirib qoldim. Unda yigit bo'layotgan paytim ekan, yuqori pardaga chiqmay qo'ydi ovoz. Keyin Volkov degan domla bor. O'ris, Xudo rahmat qilsin, shu o'ris bo'lsa ham haqiqatda menga yo'l ko'rsatgan bitta o'g'lim. Shu yerga qarsak shoirlik. Men ashulani boshlasam, qarasam mayrim qisilib qolyapti. U kishi ko'rindi, so'radi, "Nishki?" O'zim zo'rg'a tushunaman gaplarni. Yana kelganman Toshkentga. San dedi, bunaqa balanddan aytma. U bo'ladi keyin. San endi mana basdan aytish. Hech kimda bunaqa ovoz bo'lmaydi. Mana shu odam sado, men ovozim 3 ta oktavaga chiqa oladigan bo'ldi. Bemalol bo'ldi. Endi sizni ovozingizni ko'rib men hayron qolganman o'shanda. O basni emas aytdi. Kelgine canım sana yandı. Yolda ey belki ben eylener kandı. Bir karar kan bu ne sevşinin candı. Bir vafa can deydiler pakize imanındadır. Her yaman o yaxşı günde belki imkanındadır. Oydadır, yasırdadır, dost bu sen yandadır. کدومی دوستان ویرانه شد کاشان
o'zimizda ham, o'zimizda Qur'onni ham hammasidan xabar bor. Bir kuni mani mehmon qilishdilar. Shulardan gap boshlagandan keyin men hayron qoldim. Bu miyada shuncha ish, shuncha gap sig'armikan deb. Qayga borsin oq shu maqtovchilar hech qoqilma, hech qoqilma, hech qoqilma. Gar qoqilsang g'aymatchilar to'q bo'lar. Munofiq nonko'ru soxta do'sting dushmaningga aylanar. Mayli har ne gap bo'lar, do'st bo'lsang yonida tur. Muhabbata boshlayman. Shu yerdami? Kelganda chaqirib yuboraman. Gulmisan, sumbulmisan, İlyas sevgan muhabbatmisan? Durmisan, yozarmisan? Hafız dostum uzramısan? Kayda olsan bunu öyle, sen benim yanımdasın. Dost musun? Yanımda dur. Dost musun? Bütün dünya o'zbeklari, Buxoro yahudilari sizni juda ham yaxshi ko'rishadi. Siz ko'p narsani bilasiz. Ko'p qo'shiqlar yasadingiz. Hali biza men sizdan 10 yosh kattaman. O'sha vaqtlarda Spidoladan eshitib yurardim. Bunaqa kuchli tovush qayerda bor ekan deb yurardim. Hozir maqomdan gapirdik, maqom pasti ham bo'lishi kerak, o'rtasi ham bo'lishi kerak, balandi ham bo'lishi kerak. Lekin o'sha pastroqni ham aytsangiz, siz o'sha maqomlarni zo'r aytasiz. Sizday inson maqomni Navro'zi ajam degan kuy bor. Ana o'shanda so'z so'zasiz. Uni hech kim qilmagan.